Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchi. Siz Clash Top TV YouTube kanalidasiz. Bu kanalda siz Clash of Clans yangiliklari va taktika va shunga o'xshash videolarni ko'rib borasiz. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosish, kanalimizga obuna bo'lish va bir dona kommentariy yozib qolish esingizdan chiqmasin. Qabul bo'lmasam ketdik. Biz bugun Clash of Clans'ni noldan, ya'ni qanday o'ynashni ko'rib o'tamiz. Buning uchun biz Clash of Clans ilosini yuklab olamiz va birinchi kirishingizda siz barcha qilishingiz bo'lgan narsani birinchi o'rgatadi va bizga ism kiritishni so'raydi. Xo'p, menga o'z ismimni kiritib olaman. Xo'p, yoshingiz. Bunda 18 yoshdan past qo'yishni maslahat bermayman, chunki ba'zi narsalarda 18 dan pastga ruxsat bermasligi mumkin. Shunga 25 qo'ydim. Xo'p, o'rgatyapti. Tezlashtiramiz ozgina. Xo'p, siz birinchi kirishda sizga Gmail pochtangizni ulab olishni, ya'ni Google pochtangizni ulab olishni maslahat beraman, chunki bu akkauntingiz o'chib ketmasligini oldini oladi. Xo'p, bu yerga email-ingizni kiritasiz va emailga kelgan kodni kiritasiz bu yerga. Hozir menda negadir kod kelmadi, keyinroq uni ko'raman. Sizga maslahatim, mana bu kristalni umuman ishlatmang, chunki sizga ustalar kerak bo'ladi. Agar mana bu olovni ustiga bosib levelni oshirishni bossak, bizga armiyamizga son qo'shib beradi. Ya'ni mana shu armiya uchun 20 ta berayotgan bo'lsa, buni ko'tarsak 30 ta berib qo'yadi. Bu nega kerak? Bizga ataka qilishga, ya'ni hujum qilishga kerak bo'ladi, ya'ni ballar to'plashga, pul yig'ishga va hokazolar. Bunda faqat ko'tarishga bosganingizda kristallarni umuman ishlatib qo'ymang, o'z vaqtida tugasin, sabrli bo'ling. Siz usta sotib olishingiz kerak, ya'ni sizga 5 tagacha usta beradi. Birinchi usta 250, ikkinchisi 500, uchinchisi 1000, to'rtinchisi esa 2000. Ya'ni birinchisini tekinga bergan bo'ladi sizga. Hozir bu yerda ko'plab materiallar bor. Bunga keyin to'xtalib o'tamiz. Mana bu yerda esa siz ustani olishingiz kerak, lekin kristalingiz yetmaydi. 500 ta bo'lishi kerak. Bu pulni ko'tarsangiz sig'im oshadi. Mana bu pulni buni ko'tarsangiz esa siz armiyangiz, ya'ni keyingi mana bu kamonotar archer qo'shiladi. Xo'p, level 2 ga ko'tarish kerak, ya'ni buni ochish uchun. Xo'p, endi bu yerda biz shu mahsulotlarga to'xtalib o'tamiz, ya'ni shu jihozlarga, mana bularga. Bu, ya'ni bu sizni laboratoriyangiz bo'ladi, hozir ko'rsataman. Xo'sh, mana bu laboratoriyani ichida siz ochganingizda shu armiyani ko'tarmagan bo'lsangiz ham 1 soatga full qilib beradi. Ya'ni levelni oshirmagan bo'lsangiz ham maksimal darajada full qilib beradi. Xo'p, birotalar bo'lmasa hammasini ko'rib o'tamiz. Ataka, ya'ni hujum qilib ko'ramiz. Bu yerda siz qurollarga qarashingiz kerak. Qanday qurollar bo'lsa, o'shani yiqish uchun ko'proq tashlashingiz kerak. Bu yoqda ham bor ekan. Qanaqa qilib tashlasak bo'ladi? Mana tashlab ko'raylik. Ura bilarmikan? Xo'sh, agar boya aytganimdek, ana bu chaqmoqchalik ko'rsatgan jihozimda mana shu laboratoriyani yuklaganingizda, ya'ni sizni o'rtadagi o'chingiz leveli 5 bo'lganda maksimalni full qilib beradi. Ya'ni hozir u bir qilich urishda, misol uchun 5 ta jonni kamaytirayotgan bo'lsa, u ikkinchisida 10 ta, ya'ni tezroq urishga yordam beradi. Xo'p. Buni sal tezlashtiramiz. Aziz kuzatuvchi, agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna va like tugmasini bosish esingizdan chiqmasin. 100% urib bo'lganingizdan keyin sizga 35 ball beradi, ya'ni kubik. Bu yerda siz dunyo bo'yicha o'rin ham mavjud. Dunyo bo'yicha o'rin olsangiz qandaydir kristallarni ko'proq berishi mumkin. Xo'p, ko'ramiz. Endi keyingi jihozga to'xtalsak. Xo'p, mana bu jihoz esa sizga elektr ishlab chiqarishga yordam beradi, ya'ni yer tagidan olib chiqadi sizga pullarni, ya'ni kon desak ham bo'ladi. Bunisi esa sizga armiyangizni ishlab chiqarishga tezlashtiradi. Misol uchun, har qaysini 5 sekundda chiqarsa, keyin 2,5 sekundga o'tadi har biriga. Hop. Keyingi jihozni ko'radigan bo'lsak, hozir
Mana bunisi esa ustani tezlashtiradi. Ya'ni hozir 4 minutda qilayotgan bo'lsa, 2 minut qilib qo'yadi. Bu 10 minut bo'lsa, 5 minut. Okay, bu keyinroq yangi qorong'u zonada mana bu yerda bo'ladi. Level 4 bo'lganda ochiladi u. Xo'p. O'zingiz tushuna olasiz uni. Buni hozircha o'zim ham bilmayman, chunki yangi qo'shilgan. Buni ham tekshirib ko'rish kerak. Xo'p, keyingisi. Bunisi esa siz laboratoriyani yuklaganingizda ustani tezlashtirib beradi, ya'ni ishlashini. Ya'ni levelni oshirishga yordam beradi. Keyingisi bu levelingiz 11 bo'lgan, ya'ni o'ychan level 11 bo'lganda chiqadi bu. Mana shu yerda burchakda. Xo'p. Keyin bu ham yangi qo'shilgan, buni bilmadim. Bu qorong'u zonada, ya'ni shu kemani bossangiz, bu yoqdagida kerak bo'ladi. Bunisi esa sizda mana bu chetda turgan narsalar, toshlar, daraxtlarni ko'chirish uchun kerak bo'ladi. Joydan joyga bu yoqqa bazazingiz yonigami ko'chira olasiz. Buni ham xohlaganingizda ko'chira olasiz, faqat bir marta. Keyin o'zingizga saqlab qo'yishingiz ham mumkin. Bu klan, bunga keyinroq to'xtatib o'tamiz. Bu yerda chiqadi, ya'ni onlayn chat, ya'ni bu o'zbekistonliklar ham bor albatta. Bunga hozir pulimiz yetmaydi. Bizni o'zimizni klan ham bor. Buni o'zim ko'rsatib o'taman, keyin faqat hozir emas. Xo'p. Bu yerda qachonki shu klanimizni ochganimizda, 10 ming so'mga 10 ming eliksirga ochganimizda chiqadi. Gap qatishib ketdi-yu. Mayli. Bunisi esa bu ham keyinroq kerak bo'ladi. O'zingiz tushunib olasiz, ya'ni buni bilguncha siz, ya'ni o'yinni butkul tushunib bo'lasiz bu yog'ini. Hozir boshlarim mana shuni ko'tarishda, ya'ni levelni ko'tarishda birdaniga 1dan 2ga o'tkazish uchun kerak bo'ladi. Yoki 3dan 4ga, 5dan 6gami, lekin bir marta ko'tarib beradi. Keyingisi, bu xohlagan narsangizni ustaga qo'shganingizdan keyingina shunday vaqtini tugatib qo'yadi xolos. Vaqtini shunday tugatib yuboradi, ya'ni. Xo'p, keyingisi, bu ham shunday, faqatgina bu laboratoriyada kerak bo'ladi. Buni albatta tushunib olasiz, bu ham shunday. Ya'ni davri boyaga aytganim, giroyni ko'tarishda yordam beradi. Xo'sh, agar kerak bo'lmasa, siz bularni sotib yuborishingiz mumkin. Ustini bosib, sell tugmasini bosishingiz mumkin. Hozir yo'qligi uchun menda chiqmayapti. Xo'p. Bu ham ustani tezlashtirib yuboradi. Ya'ni shu kabi. Bu esa pulingizni full qilib beradi. Misol uchun qancha bo'lsa ham full qilib to'ldirib qo'yadi. Bunisi esa eliksirni, tepa sarig'i gold, u esa eliksir. Xo'p, bu qora eliksir, keyinroq tushunasiz buni ham. Bu qorong'u zonada. Bunisi ham. Xo'p, bunisi devor. Devorni hozir ko'rsataman. Mana bu jihozlar bo'limidan o'tasizda devorni tanlaysiz. Devorni tanlashda bu boya ko'rsatganim birdan 2-levelga o'tkazib qo'yadi. Ya'ni hech qanday sizdan pul talab qilmaydi, ya'ni o'yindagi pul. Xo'p. Keyingisi bu ham ya'ni ustaga qo'shmasdan shunday leveldan levelga o'tkazib yuboradi. Xo'p, bularni ko'rib o'tdik. Videomiz hali o'z nihoyasiga yetgani yo'q. Biz hali bundan keyin qanday eliksirni ko'paytirish, ya'ni kristalni ko'paytirish yo'llarini ham o'rgatamiz. Buning uchun bizga obuna bo'ling, videoga like bosing va kommentariya qoldirishni sizdan chiqmasin. Qani bo'lsa biz davom etamiz. Biz bu yerda hozir kristalni qabul qilishimiz mumkin. Bizga 2 kristal beribdi. Xo'sh, keyingi missiyalarni ko'ramiz. Siz bu yerda har xil missiyalar bajarishingiz mumkin. Ya'ni o'shangiz leveli, ya'ni o'rtadagi uy leveli 3 bo'lganda sizga 5 kristal beradi. Aytganimdek, Google akkaunt ulaganingizda ham 50 kristal beradi. Xo'p, bu yerda missiyalar ko'p. O'ynayversangiz, ya'ni ko'proq shug'ullanaversangiz, sizga barchasini beradi. Bu yerda esa yangi missiya. Bu yerda siz shu 2000 yana 10 gem, ya'ni bu yerda ikkita mana shu qurolni uring degan, hozir urib ko'rsataman sizga. Endi esa videoni tezlashtiraman.
Mana shu kanonni ursa bizga missiya berardi, ya'ni bu kanon deb nomlanar edi, afsuski yo'qolib ketdi. No, albatta bu prikolni edi, shunchaki. Hop, davom etamiz. Mana yana bizga prizlar tayyor. Hop, pastdagi boyagini ham ko'ramiz. Hop, to'ldirib olamiz armiyani. Buni to'ldirib qo'yganingiz yaxshi, chunki vaqt oladi bu to'lguncha. Yaxshi. Endi ko'ramiz. Mana missiya berdi. Endi buni zo'r tarafi shu qanaqadir o'rinlar olish kerak bo'lsa, sizga shu bazani ko'tarmasdan hammasini full qilib, keyin bazani ko'targaningiz yaxshi. Keyin qolaversa sizga yoqmay qolishi mumkin. Hammasini 100% full qilish keyin qiyinchilik bo'lib qolishi mumkin. Shuning sekin 100% dan ko'targan yaxshi. 100% full qilganingizda mana shu joyda faqat Town Hall degan yozuv qoladi xolos, ya'ni bitta uycha qoladi. Bu yerda siz hamma narsa olganingizdan keyin keyingilarga o'tishingiz mumkin, lekin hamma narsa olgandan keyin 100% full qilib keyin o'tgan yaxshi, maslahatim shu. Davom etamiz. Deyarli hamma narsa shulardan iborat edi. Bu yo'qni esa siz shu darajagacha kelguncha ham bu yo'qni o'rganish qiyin bo'lmaydi. Va yana siz kristallar, ya'ni boshqa liga kumushlarini to'plab ham har xil narsa jihozlarni olishingiz mumkin va oxirida siz zonangiz uchun orqa fon olishingiz mumkin. Bu 2400 olmos. Buning uchun siz ligalarga qatnashishingiz kerak. Hozir buni ham ko'rsatib o'taman. Mana bu juda chiroyli, juda go'zal. Ya'ni bu donatorlar uchun. Siz bizning Telegram sahifalarimizda ham kuzatishingiz mumkin. Buni ham albatta ochib yo'lga qo'yamiz. Gold Pass olishingiz, Royal Gold Pass olishingiz mumkin. Mana bu 3 kundan keyin boshlanadi, ya'ni liga. Bu har bir oyda, har bir oyning boshlanishida bo'lib o'tadi va sizga 25 tadan 500 tagacha yoki undan bayik, ya'ni liga kumush tangalarni berishi mumkin va bunda siz o'zingizga kerak narsalarni olishingiz mumkin. Bunda qatnashish uchun qanchalik ko'proq qatnashmoqchi bo'lsangiz, ko'proq tangalarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, liga klan bazangiz, clash bazangiz shunchalar full va katta darajada bo'lishi kerak. Bizni kuzatganingiz uchun tashakkur. Boshqa yangiliklar shu kanalda bo'lib boradi. Bizni kuzatib borishingiz mumkin. Clash Top TV O'zbekiston bo'yicha eng birinchi